Ilm olish uchun tikilayotgan pul bu xarajat emas. Bu investitsiya. Ba'zi ota-onalarga tushunmayman. Farzandini bilim olish uchun sarflayotgan pulni xarajat deb hisoblashadi. Oilada sal qiyinchilik bo'lib qoladigan bo'lsa, birinchi o'rinda qisqartiriladigan narsa bu o'qish bo'ladi. Repetitorga berilayotgan pulni tejab qolish uchun harakat qilib, farzandini o'qishdan olib qolishadi. Xuddi mana shu pul birdaniga oilaga baxt, to'kin sovchilik olib keladigan. Aslida bu uzoq muddatli investitsiya. Bugun bilim uchun pul tiksangiz, uzoq muddatda o'sha mablag' 10-100 barobar bo'lib qaytib keladi. Boshqa fanlarni gapirmayman. O'zimning soham ingliz tili. Men shu paytgacha ingliz tilini o'rganib, kam bo'lgan odamni ko'rmagan. Yaqinda mening kurslarimda ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. 5-6 oy mobaynida juda ham aktiv bo'lib o'qib kelgan va bir necha oy ichida imtihon topshirish kerak bo'lgan o'quvchim to'satdan darslarga kelishni to'xtatdi. Ota-onasidan so'ragan paytim, ota-onasi vaqtinchalik to'xtatishni aytdi. Sabab oilaviy muammo. Albatta biz bunday holatda o'quvchiga, oilaga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Lekin savol shunda. Aynan shu paytda ta'limni to'xtatish to'g'rimi? Ota-onaning farzandini bilim olish uchun berayotgan to'lovini xarajat deb hisoblashi va uni bilim olishdan to'xtashi oila muammolarini hal qiladi deb o'ylashi bu juda ham katta xato fikr. Chunki farzandning bilim olishi bu muammoni ko'paytiradigan narsa emas, xarajat emas. Bu muammolardan chiqish yo'lidir.